Hozir 5dan hozir endi uyg'ondim. Soat 5dan 17 o'tdi. Bugun yarim marafon yugurib ko'radigan kunim. Umuman yugurish haqida hech narsa bilmagan. Ikkita narsadan tashqari yugurayotganda ichim kerak bo'ladigan narsa shu Gatorade bilan suv. Gatorade bu odamni yo'qotadigan tuzni qaytarib beradigan narsa. Ikkinchi biladigan narsam Bek Olimjon degan odamni gapini eshitganman. Yugurayotganda bemalol gaplashadigan tezlikda yugurish kerak. Unchalik tez yugurish kerak emas marafon yugurayotganda degan gapi. Shu ikkita narsani bilib turib, marafon yugursa bo'larmikan, yo'qmi deb o'ylab o'tirmasdan bir yugurib ko'rishga qaror qildim. Menimcha yugurib ko'rsa bo'ladi. Hatto o'zim ham ishonmayman lekin. Ko'ramiz. Trenirovkani juda zo'r bo'lyapti. O'zim eng yaqin taniydigan odamlardan bittasi ChatGPTdan so'rab ko'rmoqchiman. Yarim marafon yugurmoqchiman shunga. Hozir plan qilib beradi. Bo'ldi. Plan tayyor. U vazelin ham olish kerak edi. Yugurishga ketdik. O'zim mana quyosh chiqayotgan payt ekan. Ko'rgan bo'lsangiz rost chiroyli. Oyog'imga mana buni kiyganman, bilmadim. Yugurishga qanchalik qulay bo'ladi? 2 xil oyoq kiyim oldim. Endi ko'ramiz. Koreyaning eng zo'r narsalaridan biri bu hech kim yo'q magazin. Sotuvchisi bo'lmaydi. O'zingizga xohlagan narsani kirib olib, bilmam bitta to'lov qilib chiqib ketaverasiz. Faqat kamera qo'yib qo'yibdi. Bo'ldi shu bilan. ChatGPTning ichiga qaraganda menga kerak bo'ladigan narsa bu suv, energiya beradigan shokolad, vazelin keyin. Bo'ldi shu bilan. Mana yuguradigan joyga ham yetib keldik. Chiroyliligini qarang. Mana shu yerda общий 21 kilometr yugurish kerak ekan. Yarim marafon 21 kilometr ekan. Undan tashqari yana bir narsa bilib oldim. Bir kun oldin ham qilish kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Yaxshi ovqatlanish, toza ovqatlanish. Kecha o'rtog'im pitsa olib beruvdi. O'shanga pitsa yeb chiqqanman. Lekin kamroq narsa yeganman, shunisi yaxshi qachabi. Undan tashqari 7 soatdan 9 soatgacha uxlash kerak ekan. Ertalab quyosh chiqishini ko'raman deb, o'ni chiqayotgan quyoshni ko'raman deb kam uxlab chiqdim. Menimcha 5 soat. Shunaqa. Endi ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. 1 hour later. Xo'p, hozir mana yuguryapman hali ham. 708 kilometr yugurib qo'ydim. Mana shu kuruni ko'rayotgan bo'lsanglar, 380 metr ekan. Matematikam yaxshi emas. Shu 3 marta yugursam shu 1 kilometr bo'lar ekan. Hozir suv ichish uchun to'xtadim. Hozir saldam olib yana yugurishni boshlayman. 776 1 soat 17 minutdan beri harakatdaman. Davom ettiramiz. Sochga e'tibor qo'yingizlar. Normal. Ikkinchi dam olishimni o'tkazyapman. Endi mana to'xtadim. 11:53 bo'ldi. Umrimda bunchalik yugurib ko'rmaganman. Eng ko'p yugurganim Qo'yliqdan Severniy vokzalgacha, Severniy vokzaldan Qo'yliqgacha edi. O'zimni 12 kilometr deb ishontirib o'tdim. 12 kilometr bo'lsa kerak deb. U taxmin faqat. Necha kilometr degan bilmayman. Yarim marafon tugashiga 9 kilometr qoldi. Yo 10 kilometr ekan. 10 kilometr qoldi. Xudo xolisa tugataman. Bo'g'imlarim rosa og'riyapti. Oyog'im sal egsam og'riyotgan qarang. O'zi tomirga chiqib ketishni boshladi. Mayli. O'zi unaqa ko'p ham qolmadi. Xudo xolisa tugatib olamiz. 1 hour later. Hozir to'xtamasam bo'lmadi. O'zi yetib keldi odam. 16 kilometr
16 kilometr yugurib qo'yma. 16.9. Bitta narsa xayol kelib qoldi. Videoga olib ketaveraman. Bitta odam bor, David Gogginsni ham taniydiganlar ko'p bo'lsa kerak, agar tanimaydiganlar bo'lsa videosini qoldirib ketaman. My name is David Goggins. I created Goggins. Described as one of the toughest men on the planet. He's just an absolute He's savage. the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, Army Ranger, and the Air Force Tactical Air Controller training. I was running this 24-hour race as a relay team. He had no teammates. an ultra-marathon runner. Running 101 miles in 19 hours, World records in pull-ups. 4,030 pull-ups in just 17 hours. Often referred to as the hardest motherfucker on planet Earth. You don't fuck my knees don't work. I'll find something else that does. Stay hard. Oyog'im rezinkaga o'xshab qolgan. O'zi qimirlab ketyapti. David Goggins shu gapi esimga kelyapti. Agarda shu yetib keldim, bo'ldi, boshqa qilolmayman degan paytingizda ham bu faqat 40% kuchingizni ishlatgan bo'lasiz. Hali yana 60% kuchingizni miyangiz asrab turadi deb aytgan gapi bor edi. Balki rostdan ham shunaqadir. Hozir o'zi bu yog'iga mentalniy kurash bo'ladi deb o'ylayman. Brat qaranglar. Brat uchib ketdilar yonimdan. Endi hamma ham unchalik tez yugura olmaydi. Mana opam hamma bir xil yuryaptilar. Ancha bo'ldi bobani kelganiga ham. Addusha opa zo'r bosursinlar. Shunaqa 4 kilometr qoldi. 5 kilometr qoldi, tugatib qo'yaman hozir. Yugurayotganimda tugata olmaymanmi yo'qmi deb sal o'ylanib qoldim. Xudoga shukr tugatdim. Rezultat mana. Unchalik yaxshi ko'rinmayapti shekilli. Rezultat unchalik zo'r emas, unchalik yomon emas. 3 soat 17. Men o'zimdan xursandman. Yugura olmayman deb o'yladim, o'zi yetib keldim bo'ldi, boshqa yugura olmasam kerak deb. 16-kilometrdan keyin vaqt vaqti o'tmadi. Keyin internetim ham yo'q edi, sim kartam. Shunga hech qanaqa qo'shiq ham eshita olmadim. Birorta bir motivatsionniy gaplarni ham eshita olganim yo'q, faqat shu kitobni eshitdik. Yomon emas. Kitob Deep Work degan kitob edi. Undan ham ko'p narsa o'rgandim. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Agarda marafonni ham tayyorlamasdan yugurib ko'rsa bo'ladi yoki bo'lmaydi deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, keyingi safar o'shani tekshirib ko'raman.